Mening ismim Bilol. Men pitsa pishiruvchi katta bir korxonada pitsa tashuvchi, ya'ni dastavkachi bo'lib ishlar edim. U yerda ishlarim juda ham ajoyib edi. Menga juda ham ishim yoqardi. Ammo ba'zida bo'ladigan kattalar tomonidan o'tkazilgan ta'ziqlar meni asabimni buzib, g'amgin holga tushirib qo'yar edi. Ishlarim juda ham yaxshi ketar edi. Menga qo'ng'iroq qilishardi, men zakasini olib, buyurtmachiga buyurtmasini olib borib berar edim. Kunlarning birida telefon jiringladi. Borib go'shakni ko'tardim. Alo, janob, pitsaxona eshitadi. Sizning istagan turingizda pitsalar bor. Alo, janob, gapiring. Alo. Hech kim gapirmadi. Hayron bo'lib, go'shakni joyiga qo'yib qo'ydim. Endi ketayotganimda telefon yana jiringladi. Yana o'sha raqam. Alo, janob, gapiring iltimos. Bizning ishlarimiz juda ham ko'p. Salom bolakay, bu shahardagi eng ajoyib pitsalar, to'g'rimi? Men birozdan so'ng telefon qilib, manzilni aytib yuboraman, deya go'shakni qo'yib qo'ydi. G'alati raqam. 8900. Eslab qolaman. U yana birozdan so'ng qo'ng'iroq qildi. Men go'shakni ko'tardim. U manzilni tezda aytdi. Men zo'r g'alatidan yozib ulgurib qoldim. U yana go'shakni qo'yib qo'ydi. Hamma mayli. Mashinaga o'tirib, buyurtmachining zakasini olib manzilga bordim. Mashinadan tushdim, uyga qaradim. Dahshat, qanaqa uy bu? Uyning barcha oynaklari taxta bilan dambalanib tashlangan edi. Juda ham g'alati uy. Butun bir atrofda bir dona uy. Men pitsani olib, uy tomonga asta-sekin yura boshladim. Borib eshik qo'ng'irog'ini jiringlatdim. Qani endi tezroq chiqsa, buyurtmasini olib kirib ketsa. Mendan ter oqib ketardi. Men qandaydir qo'rqardim. So'ngra eshikni taqillatdim. Shu payt uyning eshigi birozgina qiyo ochildi. Uyning egasi u yerdan menga mo'ralardi. Ha, salom janob, buyurtmangiz yetib keldi. U menga diqqat bilan qarab turardi. Uning ko'rinishi juda ham qo'rqinchli edi. Men terlab ketgandim, shunaqangi qo'rqardim. Buyurtmasini berdim, u qo'limdan oldi. Janob, hisobni to'lasangiz, men ketishim kerak. Ha, albatta beraman hisobni. Ha, rahmat, faqat tezroq, iltimos. Men juda ham shoshilyapman. U shu payt yuzidagi niqobni ochdi. Dahshat. Uning yuzi chandiqqa to'la edi. Bu odamni ko'rib men joyimda qotib qoldim. Nima qilishni ham bilmadim. Juda ham dahshat. Uzr janob, men ketishim kerak, deya orqaga o'girildim. So'ngra asta-sekinlik bilan mashina tomonga qarab yo'l oldim. U baland ovozda shu payt qichqirib yubordi hamda eshikni yopdi. Dahshat. Nima bo'ldi? Men juda ham qo'rqib ketdim. Hamda yugurib borib mashinamga o'tirdim. Bor kuchim bilan gazni bosib ketdim. Ishxonaga qaytib bordim. Yana o'sha raqam qo'ng'iroq qilardi. 8900. Alo, eshitaman. Ha, bolakay, biz albatta ko'rishamiz. La'nati, yana uni qochirib yubordim. Odam go'shidan ajoyib pitsa tayyorlar edim. Kanalimizga obuna bo'ling. Sizlar uchun yanada ajoyib animatsion multik hikoyalarni taqdim etamiz.